Mashinani sotaman, sen aralashmay jim turgin. Zo'r klient bor. Yaqinda chet eldan kelgan. Mashinani yaxshi tushunmas ekan. Olarmikan ish qilib? O'rtoq, Ziyo mashina purish degan nomim bor, oldiramiz. Shetda tur, xo'p. Ha jigar, nima bo'pti? Mashina yoqdimi? Yaxshi. Mashina top-toza, kraskasi yo'q. Faqat u vanitda bor-u, kichkina beladek bir pitnosi bor. Yo'q, mashina qurt, nok. Dirs bo'lib turibdi. Olasiz haydaysiz jigar. O og'aynimmi ayoli haydagan. Akkuratni minilgan. Ishga uyga. Orada bog'chaga ham borib kelib turgan. Narxi 28. Sizga 27 ga baraka qo'yamiz. Bo'ldi. Ma'qulmi? Zaklat kimga bering? Yo'q, menga emas. Og'aynimga zaklatni berib turing, men hozir o'tiraman. Xo'p. Bo'ldi, boravering. Alo. Sparkga shundoq. Mana aka. 8,5 bo'lmaydi dedimi sen? Zaklat, mashinaga oladigan bo'ldi. Rozi bo'lasiz. Mashinaning aybi bor. Orqadagi bagaj almashgan. Ikkita fara ham almashgan. Kraskasi juda ham ko'p. Og'ayingiz mashinani tupa-tuzuk dedi-yu, hech nima qilmagan dedi. Kraskasi top-toza, qanaqa odamsan, Nima qilib beraman men senga? Kimning mashinasi o'zi bu? Mashina o'zimniki. Keyin juda ham qimmat narxga olasiz. Agar olmoqchi bo'lsangiz, mashinani asl narxi 22 ming. Xo'p desangiz, zaklatingizni ham olaman. To'xtanglar. O'rtoq